odamlar bilan dushman bo'lib qolishni xohlamasangiz, hech qachon ularga sразу sen noto'g'risan demang va ularning fikrini eshitib, ularni hurmat qiling, debdi Deyl Karnegi o'zini do'st tortish kitobida. Bugun sizlar bilan shu haqida gaplashib o'tamiz. Xo'p, Amerikaning 26-prezidenti Teodor Ruzvelt aytgan ekan, agar men 75% hamma narsada to'g'ri bo'lib chiqqanimda, men juda ham katta yutuqlarga erishgan bo'lardim degan ekan. Agar biz siz bilan 55% biror narsa haqida rost bo'lib chiqqanimizda, hozir million dollarlar topayotgan bo'lardik. Agar biz shunchalik ham 55% ham biror narsa haqida haq bo'lmasak, ya'ni har doim ham haq bo'lmasak, qanaqa qilib boshqalarga sen noto'g'risan deyishimiz mumkin har doim. Shuning uchun ham kim bilandir siz argumentga tushib qoladigan bo'lsangiz, sen noto'g'risan demang, u noto'g'ri bo'lsa ham, chunki nimaga odamlar har doim shu argument oldidan defensivga o'tib oladi. Ya'ni har doim siz uni fikrini o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, u bu haqida o'ylamaydi, xafa bo'ladi, chunki siz uni noto'g'risan deb fikrini o'zgartirmoqchisiz. Bundan achchig'i chiqqandan keyin sizni o'zingizni noto'g'riligingizni isbotlashga harakat qiladi, sizni eshitmaydi ham. Shuning uchun ham qachonki argumentga tushib qoladigan bo'lsangiz, birinchi bo'lib sen noto'g'risan demang. Noto'g'ri bo'lsa ham fikrini o'zgartirishga harakat qilayotganingizni bildirib qo'ymang. Shu asosiy katta narsasi. Misol uchun uni kichkina yo'llar bilan qilsangiz bo'ladi. Kimgadir shu noto'g'ri ish qilayotgan bo'lsa, bu ishing noto'g'ri deb boshlagandan ko'ra, misol uchun men ham shunaqa deb o'ylardim. Yo bo'lmasam, agar noto'g'ri bo'lishi mumkin men aytayotgan narsam, lekin ko'rib chiqaylik-da shuni deb boshlasangiz bo'ladi. Misol uchun kimdir yangi ish o'rganayotgan bo'lsa, yoki o'rganib kelgan bo'lsa, misol uchun unda ozgina experience bo'ladigan bo'lsa, sen noto'g'ri qilyapsan deb sirab aytmasdan ayting, что men ham shunaqa deb o'ylardim, yo bo'lmasam men noto'g'ri o'ylayotgan bo'lishim mumkin, lekin misol uchun faktlarni ko'rib chiqaylik-chi deb turib sanab berasiz. Misol men mana. Shuning uchun ham men shunaqa deb o'ylayman desangiz, keyin eshitadi. Nimaga? Misol uchun siz uni hech qachon dilini ortmayapsiz, sen noto'g'risan deb sizni eshitadi har doim. Bir ikkita hikoyalar bor, misol uchun mashina kompaniyalari qanaqa qilib o'zlarini klientlarni yo'qotib qo'ymagan. Bularni hammasini to'g'risi aytib bersam baribir eshitmayapsizlar, chunki statistikada ko'rib turibman. O'rtacha 1 minut, 1,5 minut ko'rilyapti videolar, shuning uchun ham o'zinglar o'qib chiqasizlar agar qiziq bo'lsa. Shuning uchun vaqtimni ketkazib o'tirmayman. Misol uchun ozgina aytishim mumkin. Shu Doge kompaniyasida hamma klientlar norozi bo'ladi, keyin menejeri o'zgartirmoqchi bo'ladi. Qanaqa o'zgartiradi? Shu klientlarga aytadi, misol uchun biz juda ham ko'p xatolar qilganmiz, bizga ayting, bizga gapiring shu xatolar haqida, misol uchun nima sizga yoqmayapti degan. Keyin ular naborot rahmat aytgan, tushunadigan kompaniyalarga bilib turib. Shu asosiysi odamlarning fikrini hurmat qiling va hech qachon sразу sen noto'g'risan demang. Buni shu kichkina yo'llar bilan qilsangiz bo'ladi.